Sizga bitta savolim bor-da. Biz To'g'risini aytasizmi? Men yalamaguncha men qancha aytib qilmayman-da, siz yalab ko'rarmikinsiz, ha? yo'q endi uncha yalanmadi, lekin men sikkandan keyin mana shu apekotdan olib chiqib bokovoydan solaman, 11 metrdan solaman. Mana shu o'zingiz dod deb qochib ketasiz. Voy dod. Aka, yana sizga bitta prozbada. Aha. Men shunaqa erotik kiyinaman, sochlarimni tortib, qamchilarda urib ko'tlarimni varvari qilib qilasizmi? U har xil siz xohlaganingizda qilib sikaman men. Men mana qani xohlayman, siz anaqa sikaman. Basharangizni bitta ko'ray, xo'p, mayli. Yuzingizni bitta ko'rsating. Isroil aka. Yuzimni ko'rib nima qilasiz? Og'zingizni ochsangiz, nimangizni gemoroyingizni ko'raman-da, aka. Qanaqa Siz eskdan muxlisizman, Shirinoy. Hurmatli aka, bo'ldi, savolim yo'q sizga. Oh, bila! Oh! Давай. Bila. Voy bila. Tilam rosa bor ekan-da. Voy bila. Voy apangdan g'askay. Tilingni qara. Kimsiz bu? Bo'ydoq bola? Yaxshi yalaysiz ekan-a? Maladi. Zo'r yalaysiz ekan-a? Bo'ldi, tilingizni chiqarmang. Bo'ldi, chiqarmang. Chiqarmang, ko'z tegadi. Men rashqim yomon. Men shunaqa uzun tillar yaxshi ko'raman-da. Qarang, hayotingizda necha ismigul, hayotingizda necha marta am yalagansiz, bo'ydoq bola? 5 marta. 5 marta. To'g'risini ayting, amdan, yo'q, bunday yuzingizni oching. Yuzingizni oching. Amdan nima ta'mi keladi, shuni aytib bering bizga. Shirin ta'm keladimi? Adresini bersam yalab ketasizmi? Qayerda adres? Yalaysizmi? Yana bitta tilingizni ko'rsating-da. Bilaman, sevib qoldim. Bitta tilingizni ko'rsating-da. Yibay, tilim mana shunday ekan. Yalaganda ham voy bila. Voy anangni imgirdi bolasi, yomon yalaydi. Ko'tlarim teshigacha yalaysiz. Javob. Og'zingizga bo'shanaman. Burningiz buncha katta. Burningiz bilan ham sikib olsangiz bo'laveradi omimga. Joyingiz qayerda? Siz qayerdasiz? Men kelaman omimni yalatgani yoningizga. Toshkent. Ha, Toshkentdamisiz? Qani? Lokatsiyangizni ko'raylik, Toshkent ekan. Toshkentda ham nima omyoloqlar ko'pmi deyman-a? Sizga o'xshagan. Voy bila. 5 marta yalaganmisiz hayotingizda? Mazza qilganmisiz? Uxlab qoldingizmi? Yo'q, gapiring. Dirraqiming. Lichkaga yozishyapti. Lichkada yalab kelasizmi? Yo'q, yozishyapti. Bo'ydoq bola, sizga bitta gap aytaman-da, bilasizmi? Siz erkak o'rinda ko'rmaymanman. Nima uchun bilasizmi? Omyalab qo'ygansiz. Omyalab qo'ygan, chestingiz. Erkaklik shan chestingiz yo'q, bilasizmi? Chest erkakka nima uchun xato beradi, bo'ydoq bola? Sizga savol. Bilmadim. Erkakka qo'taq beradi, chunki to'ki qo'tog'i bilan siksin deb. Am yalasin demaydi. Am yalaganingizda уже sizni chestingiz qolmadi. Bu hayotda yashagandan ko'ra yashamay qo'yavering. Yalaysizmi? So'rayapti mata qizlar. Tilingizga qiziqib bor ekan. Tekinmi? To'g'risini ayting, ko'tingizga siktirganmisiz? Yo'q. Ko'tga sikkanmisiz? Yo'q. Siz oldinlari trans bo'lmaganmisiz? Yo'q. Nima izmalanib, haligi hozir bo'shangan odamga o'xshab gapiryapsiz? Abyal urib charchadingizmi? Voy anangni sikay. Nimangiz ham, mana bu basharangiz ham eshaknikiga o'xshar ekan-a. Voy shunaqa ham xunuk odam bo'ladimi? Astag'firulloh.
Shunaqa ham dunyodan bo'ladimi? Yo tavba yo'q. Yo Alloh, bu jinmi nima balo? Yo Alloh. Astag'firullah, shunaqa erkaklar bor ekan-da. Voy billa, tilmi bu yo nimani tili bu? Eshakni tilimi? Amim yalagandek bo'lyapsan, to'g'risini ayting. Ha? Yalagandek bo'lyapsan. Ha. Voy billa, Ha. rahmat aka. Mayli, qilaverib tili charchab ketmaydimi? Voy, enayni emgurdi bolasi. Qayerdan o'rgangan siyalashdi? Voy billa. Lekin boru, lekin men omimni yalatmasdim, siz jirkanyapman. Shunchalik jirkanish mana manatsiz eshidi, nimasiga o'xshaydi? Dedi. Bu dunyoga erkak bo'lib keldik, erkak bo'lib ketaylik. Sizdan ko'ra, sizga qaraganda men erkakroqman-da, bo'ydoq bola. Sizga qaraganda men erkakroqman-da, bilasizmi shuni? Nimaga almashib qolmaydiganmiz-ku? Nima sizga on bermagan-ku-na? Qizlar, kim yalatadi tekin til? Bo'ydoq bola am yalaq deb yozamiz, am yalaq deganlarga obuna bo'lamiz.